shonu shuhratingga kirilma odam. Burib ambulatoriyaga admin qilib qo'yaman. Qayda tayyorlaringlar. Hammanglar zooparkka olib boraman. Dadasi menga olib borasizmi? Ha, mana pombarq kiyimlarni almashtirib chippa chiroyli bo'pchi. Xo'p. Mososiramasdan turinglar. Voy, ku sizga o'xshagan uyatchan ekan-a? Jinni. Voy, tavba, qaynonasini ham jinni deydim. Adasi, qaysi hayvon qidiryapsiz? Hojatxona qidiryapti. Ha. Tishlaymi kuyov bola? Ha, tishli. Qidirgan joyingizni topdim. Yo'q, bo'ldi, kerak emas. Zaparkka birinchi kelishimi? Ha, qandashlarni ham eslab turish kerak-da, qayni? Ekan nima qilyapsiz? Ha, oshna sizga o'xshagan gap tushunmaydi ekan. Men sizlarga hozir shunaqangi bir semiz, ishi yoqmas hayvonni tasvirlab beraman. Yotaveradi, uxlayveradi, ish qilmaydi. Qaranglar. Eri ketgandan keyin cho'ntagini kavlab pulni oladigan hayvon. O'zi tili ilonga o'xshaydi. Qayna siz qochib turing. Bu esa oddiy begemot. Zag'ib aylandiga, sherzor bo'ldi. Qada 2 mingiz bormi? Nimaga? Hojatga borib kelay. Ana beparosatga olib chiq desam, olib chiqmabdi. 200 ming bor ekan. Ha, bering, 5-6 marta so'ramayman, quv shomanlaganda. Voy, kim menga valna xolodilnigini olib keldi? Menda kuyovingiz. Voy, o'zim uyatchan kuyovimdan aylanay. Voy, Bu xolodilnikning nomi Volna. Bu xolodilnik o'zimizda O'zbekistonda ishlab chiqarilib, o'zimizning milliy brend hisoblanadi. O'zbekistonning istalgan hududidan topishingiz mumkin. Eng asosiysi hamyonbop. Ishonmasangiz so'rab ko'ring. O'zini brend Volna. Voy, kuyov bola, rahmat xolodilni olib berganingiz uchun. Xuddi bir kuyovingizga bitta narsa bergandek gapirasiz-a? O'zi ash to'y paytida sarpoyga solgan bitta narsangiz bor. Ko'rsataymi?